Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, sizlarga bugun viral test orqali qanday qilib Word'dagi testlaringizni variantga aylantirishni o'rgataman. Demak, biz birinchi o'rinda testning tuzilishini to'g'irlab olishimiz shart. Testning oldiga, ya'ni savolning oldiga so'roq, to'g'ri javobga piyoz, xato javoblarga barobar qo'yib chiqasizlar. Xuddi shu shaklda qolgan hamma testlaringizni xuddi shu shaklda qilib chiqasizlar. Ikkinchi qadam esa faylga kirasiz, saqlanib kakni bosasiz va Etude kompyuter. Biz nima qilamiz? Osonroq bo'lishi uchun rабочий stolga saqlanib qo'yamiz. Ikkinchi kurs bor. Shuning uchun biz 22-kursdagina qiymatini o'zgartirib qo'yamiz va e'tibor beradigan jihati mana bu yerda formatlar bor. RTF formatda saqlanib qilamiz. RTF. Demak, saqlanib qilib oldik. Ko'rishingiz mumkin bir qancha Word va mana bu yerda nimada 22 mana RTF formatda saqlanib bo'ldi. Keyin esa test editorga kiramiz. Test editorga kirib, birinchi o'rinda faylni bosamiz va import вопрос ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin mana rабочий stolda ko'rishingiz mumkin biz saqlanib qilgan RTF fayldagi fayl chiqdi. Qolgan Wordlar chiqmaydi. Shunga e'tibor beringizlar. Saqlanib qildik va bizga nima hamma savol mana bu yerga keldi. Yaniga vibratsiyani bosib importni bosamiz. Bo'ldi. Keyin esa savollarni har biriga birin-ketin bir ko'z yugurtirib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Ko'z yugurtirishda e'tibor berasiz, mana bu yashil bo'lgan joy qizil chiqadi. Ya'ni savolingiz va javobingiz xato ketgan bo'ladi. Shuning uchun nima qilasiz? Agar bir kam bo'lsa, bir ikkita bo'lsa, misol uchun mana shu savol qizil bo'lsa, o'ng tugmani bosasiz va udalit udalitni bosib, udalit qilib yuborasiz. Yana qaytib, qaysi savol to'g'rilab yotgandan ko'ra shu ma'qulroq. Ko'rib chiqamiz, hamma savollarimiz bizniki to'g'ri. Mana bu yerda e'tibor beramiz. Bir yozuvi bor, bu bir yozuvi bitta savolga bitta javob oldi degani. Ya'ni mana bu yerda xato bo'lishi mumkin. Bitta savolga ikkita javob ham olib yuborgan variantlari bo'ladi. Bizning savolimiz to'g'ri turilgan, hammasi shakli ham, savollar ham to'g'ri. Ikkinchi bosqichda seksiyaga o'tamiz. Seksiya ustiga bosamiz va seksiyada mana shunday o'yinlar paydo bo'ladi. Mana shu bo'sh joyga sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosamiz va mana shu narsa, mana shu oyna ochiladi. Bu oynani ham bo'sh joyi bilan shu bo'sh joyga yana 2 marta bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Savollarimiz shu yerga keladi. 2 marta sichqonchaning chap tugmasini bosamiz. Vibratsiyani bosib, okni bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda e'tibor berayotgan jihati mana bu joy turibdi. Biz misol uchun bizga nechtalik savol kerak? 30 talik savol kerak yoki nima 50 talik savol kerak. Biz nima qilamiz? Bizga 30 talik savol kerak ekan. Shu 30 talik savolga 30 ta yozamiz va saqlanib zakretni bosamiz. Bizga mana savolimiz tappa-tayyor, ya'ni saqlanib qilayotgan bo'limga keldi. Biz saqlanib qilamiz qanday? Masalan, bumajniy versiya, ya'ni Word dasturida kerak bo'lsa bumajniy versiyada, agar Excel variantida kerak bo'lsa Excel versiyasini tanlaymiz. Bizga esa bumajniy versiyasi kerak. Ko'ramiz. Bu yerga fanning nomi zaголовок, ya'ni neft gaz ishi deb yozamiz. Ishi va bu yerga o'qituvchining ismi. Misol uchun A.Ergashev. Va tekst bo'limida tursin, odatda avtomatik aralashtiradi, bu ham turaversin. Variant. Bizga variant nechta kerak? Misol uchun 100 ta variant kerak bo'lsa 100 ta, 80 ta variant kerak bo'lsa 80 tani bosasiz. Bizga 80 ta variant, bu birinchi qo'yganlik 30 talikdan 80 ta variant qilib beradi. Va biz shu yerda ok tugmasini bosamiz. Va bu jarayon ketyapti. Bu ok tugmasini bosamiz va tayyor test deb rабочий stolga saqlanib qilamiz va saqlanib tugmasini bosamiz. Va bu biroz vaqt oladi. Kutib turamiz. Biz avtomatik tarzda bizga tayyor savol joyini ochib beradi. Endi biz 80 ta test berib yubordik. 80 ta test ham kam emas. 80 ta test berib yubordik. 80 ta test ham kam emas. 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 80 ta test
Mana ko'rishingiz mumkin bizga mana savol tayyorlab berdi. Netkazishi mana fanidan ergashib variant ber. Mana bu savollar almashib ketgan hammasi. Ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi variant ho'kizi. Bizga hozir shu yerda 80 ta variant tayyor turibdi. Va javobi qayerda deganiga oxirida mana nechinchi variantga eng oxirini ko'rishingiz mumkin. 80 ta variant qilib bergan. Ko'ramiz. 80 ta variant bergan. Keyin yana bir e'tiborli jihatini olaylik. Biz вопрос, ya'ni hozirgi kunda lotin yozuviga o'tib ketgan chammasini kitrilitsiya qilamiz. Zaminitisiga kirib, mana o'zi pustay turgan holatda buni nima qilamiz? Zaminitisiya qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. E'tibor beramiz. Bu faqatgina raqamlarga aylanib qoladi xolos. Va bizga kerak emas mana bu to'rtburchak shakli ham. Buni ham zaminitisiya qilib, qilib zaminitisiya qilamiz. Bizga mana o'zimizga tayyorgina mana bu yoqqa ko'chirgan vaqtlarimiz, o'zimiz xohlagan shaklda ko'chirgan vaqtlarimiz ko'chirib olishga tayyorgina test paydo bo'ldi. Bemalol buni talabalarga berib, variant qilib yuzi bo'lsa qandaydir qolipga qo'ymoqchi bo'lsangiz, qolipga qo'yib bemalol shundan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda variantlar ketma-ket, ya'ni adashib ketmasligi uchun ikkinchi variant. Har bir variantga e'tibor beramiz. Nechtadan? 30 tadan savol berilgan.